Hammaga assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizga patsient kelganlar. Patsient protez qo'yaman deb kelsalar ko'rsakki, patsient bundan oldingi protezlari miliklarini mana shunaqa kesib kirganda, miliklar xuddi balig'i jabrasiga o'xshab mana bunaqa kesilgan holatda bo'lib qoldi. Ko'rdinglarmi mana? Ko'ryapsizlarmi? Ochilib ketdi hozir mana bu. Kerak emas ekandi bizga. Hop. Mana miliklar mana shunaqa jabri bo'lib qoldi. Endi biz protez solish uchun nima qilamiz? Xirurgik amaliyot o'tkazamiz va bu anaqalarni ortiqcha go'shtlarni shunday kesib olib qo'yamiz. Prosta kesib olib qo'ymayapmiz. Albatta analizga topshirdilar patsientimiz. Onkologik analizni ham topshirdilar. Yaxshi chiqdi. Hurmatli hamkasblarim, nima kesishdan oldin, nima kesmoqchimisiz? Albatta bitta analiz qilib oling kesishdan oldin. Hech narsa qilmaydi deb shartta kesib yubormang. Biz ham albatta tekshirib, mana xudosi yaxshi chiqdi, endi xudosi. Noto'g'ri qo'yilgan protez sabab miliklar o'sib jabra bo'lib qoladi. Mana chiroyli qilib miliklarning orchasini olib tashladik. Mana hozir ko'rsataman sizlarga mana. Miliklar mana shunaqa go'sht bo'lib orchasi o'sib ketgan bo'lgan. Xudo xohlasa mana chiroyli qilib olib tashlab tikib qo'ydim. Inshaalloh bir 15 kun, 20 kunda protezlarni solib beraman hojiona, xudo xolasa. Patsientimiz esingizda bo'lsa, bu patsientimiz miliklarni ko'rsatdim. Noto'g'ri qo'yilgan protez sabab miliklari juda ham yomon holatga kelib ketdi. Bu patsientimizda biz milik operatsiyasini o'tkazib, miliklarning orchasini olib tashlab, mana shu holatga keldik. Bu hali chala holati, xudo xolasa yana 15 kun, 20 kundan keyin to'la bitadi, lekin biz protezlarni birdan tezroq qo'yib berishga qaror qildik. Men pastlari xudo xolasa hozir oching. Bismillahirrohmanirrohim. Ana, bu pastingiz qoldi. Qani? Ana. Pastlar ham juda ham yaxshi. Mana bu tepalari. Oching qoldi. Bismillahirrohmanirrohim. Qoldi, bitta tishlangchi. Yo'q, necha orqaroq. Ana shunday. Mana qara, kontaktlarni ko'rsat. Juda ham xudo xolasa chiroyli kontakt tushdi. Qoldi bitta yuturib yuboringchi. Endi oching qoldi. Qani ochingchi. Katta ochavering. Juda ham mahkam, juda ham yaxshi chiqdi xudo xolasa. Tishlangiz xola. Xudo xolasa pasti ham vakuum chiqdi, pastini ham ko'rsatib beraman. Oching xola. Mana ko'rdinglarmi? Eshitdinglar, qo'q qilib qo'yib yuboryapti pastni. Xudo xolasa mana shunaqa chiroyli rezultatlar kerak bo'lsa, bemalol kaminaga murojaat qilaverasizlar.